Agarda men IELTS examiner bo'lganimda, bu essaga 4,5 bermagan bo'lardim. So, yes, today we'll talk about IELTS writing with you guys. Demak, sizda ham bo'lganmi, qachondir essay yozayotgan vaqtingizda bitta so'zni qayta va qayta ishlatishga to'g'ri kelib qoldi. Shunaqa vaqtda Google'ga yoki Wisdom'ga borib, so'zni sinonimini olib kelib essayga qo'yib yuqori ball olaman deb o'ylagan bo'lsangiz adashasiz, chunki bu juda ham katta xato. Va bugun men sizlarga bitta introduction orqali buni isbotlab beraman. So, birinchi o'rinda essayni o'qib beraman. Savoli va mening introductionimni. More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in city. How can government make urban life better for everyone? Bu savolida hozir men o'zimning introduction'ni o'qiyman. Nowadays, more and more people are relocating to the better place, for example, towns like migrant. Because they think their life is astonishing in the city, but city life can be exceedingly mysterious. It's like weird, isn't it? In this essay, I will illuminate reasons and unravelings of this enigma. I will give an advice like untying to the government. It's really weird essay. Men bu essayni safarga tayyorlanayotgan vaqtim yozganman. Va hozir o'qib, garchi o'zim IELTS writing darajam 6,5 bo'lsa ham, chindan ham kulgili essay tuyuldi. Sabab ko'plab so'zlar to'g'ri kontekstda qo'llanilmagan. Va men hattoki grammatikani ham qanaqadir paraphrase qilmaganman, o'zimdan nimadir fikrlab yozmaganman. Bu shunchaki shablonga qo'yish bo'lgan. Uni ham noto'g'ri qo'yilgan hisobga olsak, bu essay yuqori ball ola olmaydi. Agarda sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, uni iloji boricha to'xtating va maslahatim, har bir so'zni o'rganganingizda uni konteksti bilan o'rganing bir. Ikkinchisi bo'lsa, ko'proq essay o'qish. Essay o'qiganda ham sizga eng yaxshi tilda yozilgan essay men maslahatim bo'yicha Simonning essaylarini o'qish va ko'proq ularni tahlil qilish. Chunki o'zim aynan o'sha Simon essaylarini o'qish orqali haqiqiy IELTS essay strukturasiga tusha oldim deb o'ylayman. Ko'proq fikrlashga, ko'proq o'zimni fikrlarimni ochib berishga, ko'proq provingga ishlagan bo'ldim. Ko'proq vocabulary, grammar, o'shanda sizga katta muammo bo'lmay qoladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, fikringizni izohlarda kutib qolaman.